Ramazon oyib keldi eshigingizga. Qo'chqorda yog'ib bersan beshigingizga. Mana alhamdulillah iftorga magazinni nishonlab kelsa, mana turmizdachilarga qo'shilib Ramazon aytib yuribdi. Indamang, hozir sezonda. Sezonini o'tkir hozir ammamlar kelyapti. O'z ochig'i nima qildingiz? Ramazon aytib kelishingga desam, nima deysan? Tez kirdi uyga, to'lashib ketamiz hozir. Qur hamma uyingga 3-marta kelishing. Buni sho'qillab, uylanmayman desang bo'lmasa, uylanadigan vaqting kela o'zingdan kishilar arvoqchilar qoladi, jurasan keyin ularga ham er, ham boqchi aka bo'lib. Pahlovonim bo'yi bolalardan ajratib olib zo'r ish qildingiz-da. Nahotki parvardachi kattalarga o'xshab fikrlashni boshladingmi? Yo'q, men kasr edim, hamma pullar o'zimga qoldi. Girdi bolasi. Aya. Bu abirgan keliningiz to'shni 2007-midi? Ha, nimaga? Nimani 2012 ni hadi kelyapti bo'lmasa. Shuncha pay yog'magan qor bahorda o'rtasi jo'q bola bormi-kan? Bizlar ham yildan bir karchka yeyapmiz. Ish qilib oqshomgacha yerib ketsin-da, bo'lmasa hammasi muzlab ketadi. Iloyim bir hafta qor ermasin-da, bo'lsa qilib o'yinchoq uchamiz. Mana o'z niyatini qara. Keyin qish bilan karchkani o'rniga mizg'iliqda tagib teshilgan kalishingda jeymiz, ha? Bor jo'qida qorda oqshom bilan kakkalab jo'talib chiqasan keyin. Danakcha. Obid hamsoyalar kelganiga 1 soat bo'ldi. Ana xotiningga choy damlatdim, jo'q bo'lib ketdimi? Hozir soat 5 bo'libdi, yana 20 minutdan keyin chiqadi. Ha, nimaga? Nimaga bo'ladi? Hozir masha medit ko'ryapti. Tugamaguncha televizor oldim, buldozor bilan ham qimirlata olmaysiz uni. Voy, qurim sho'rsin. Yaxshi o'tiringlar. Ayyo, meni ham olib keting, e'tibor qilmaydi, romantika qilmaydi. Yo'q, gardagina romantika qilsangiz bo'lar-ku. Romantikasizga qaynatam qilsin. Buni romantikasi qandachaligini bilasizmi? Qorga chiqib dumalang deymi? Novdan tushgan u yomg'ir suvida uzuncha muzlab qolganini qirtillatib yeb berasizmi deymi? O'tkazsa bir o'zi qorga buncha yurakchi sizg'anga bir hafta pensilni oldim. Pechka olti sovqat o'tiraman o'zi. Voy, keyin qorboron o'ynaylik. Rostdan ham senga qo'shilib bir yoshlikni eslaydi. Ke davay. Ke orasini esib. Ha, 9 gradus ekan. Indamang, immunitet o'zi kurashadi. Hozir yarim soatda yaxshi bo'lib qolasiz. Tushman, seni immuniteting o'tarib yaxshi bo'lib qolaman. Men endi shu bilan 10 ta osmon kelib, bir oyda yaxshi bo'laman. Chimchiqlaylik jirish qilaman deb piti jertilganda 30 dan oshib 18 yoshli qiz dop bola bormidi? Evel chuchcha. Obid aka ko'rdingizmi? YouTube'da 2 million boshimizga necha qopti? YouTube zo'r ketyapti-ku, lekin YouTube'dagi, TikTok'dagi obunachilarim bor-ku, Instagramga o'tib ham, meni yomon xafa qilyapti, motivatsiyam tushib ketyapti, bor-ku. Xafa bo'lishni o'rniga tushuntiring bularga. Avval tushuntirish kerak, keyin xafa bo'lish kerak, tushunmasa. Tushuntirsam Instagramdan yoraveradi-a bular. O'zimizni joyida aka-uka opa-singillarga, to'g'rimi? Bo'ldi, bo'lmasa qaramizlar. Instagramga kiramiz, poyskdan Obidjon deb qidiramiz. Obidjon Nasriddinov ko'ryapsizlar. 3.800.000 odam bor, galochkali akkaunt bizaki. Mana podpisasiya bunday tis-tis bosib qo'ysangiz bo'ldi. Biz dimamiz shaq bo'lib, xursand bo'lib, yanada yangi videolar qilaveramiz. 4 million bo'lishimizga borki, ketekkina qoldi. YouTube'dagi obunachilar, mana shu videoni hamma ko'rayotgan obunachilar shunday hozir video tugaganidan keyin Instagramga o'tib, Obidjon Nasriddinov qidirib borib, podpisasiya qo'ysangiz borki, Vaqti Nasrnamiz beton bo'lib bor-ku, vaqti xursand videolar bosamiz. Birinchi bo'lib Instagramda chiqadi, YouTube'da keyin chiqadi. Ha, eng yaxshi sara videolarimiz birinchi Instagramda chiqadi. Hamma hozir mana shu videoni ko'rib Instagramga o'tib obuna bo'lgan har bitta obunachilarimiz bor-ku, egiz farzandlar bersin bor-ku. Deb 80 yoshli kampir o'tiribdilar-ku. Mama sizga ham bersin. Egiz farzandlar bersin. Bosamiz.